o'zim buyurib o'tirdim. Bir varaq qog'oz ol, yoz. Zeygerdam Herren muhtaram xonimlar janoblar. Yo'q dedim. Men tanimasam u. Gazdan, svetdan, elektrdan sprokop olmagan bo'lsa, o'lib ketgan otam haqida ma'lumot bo'lmasa, men aytdim, o'zingda yo'q, olamda yo'q ekan-ku dedim. Mana uni ishlatmaysam, qovoq dedim o'zimga o'zim. Uni nimaga bergan Xudo dedim. 7-osmonda yuribman. Ibn Amzibn Himmel deyman. Cho'l bo'risi bu, birovda haqini yemaydi, haqini ham bermaydi. Yolg'on gapirmaydi, o'g'irlik qilmaydi, haqda qo'ymaydi, yaltaqlanmaydi. Juda katta bir 5 qavatli bir necha gektarga hessiga shunchalik alik bo'ladi-da, muxlis. Uy qilib berardi, qarang. Shunaqa odamlar bormi? To 21-yilgacha har yili Avstriya, Germaniya, Shveysariya, Gollandiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya, Latviya masiga borib keldim. Xudoga shukr. Ijodiy safar bilan. Men unaqa savdogarchilik, podagarchilik, kitob olib boraman, kitob olib kelaman, kitob olib boraman. Endi hessi menga shunday hali hessiga shuni kirib ketganmanki, keyin bu kishining hayotini o'rganishga kirishdim. Men hessining asarlarini mana Cho'l bo'risini qildim, Kurortdagi kishini qildim, Nyurembekka sayohat qildim, she'rlarni qildim, hikoyalarni qilganman. Bu kishi o'zi ayollarni uncha yoqtirmagan, lekin hayotida 3 marta uylangan. Qarang, bu telefon nima beradi bu telefon? Men buni axlat qutisi deyman. Men domlanim qasrda yashasa kerak deb o'yladim. Shunchadan yurib borib keladi. Oddiy turar ekan debdi. Men poytaxtga dunyo qilaman deb emas, dunyoga chiqaman deb kelganman. Birorta nemisni mana shunaqa qilib, mashinaga o'tirganini ko'rganim yo'q-da, men shuncha yurib. Men uni ustoz deyman, ustozim deyman. Assalomu alaykum. Avvalo qishloq bolasimiz biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida bir oddiy kolxozchi dehqon oilasida tug'ilganmiz. Endi shu maktabda o'qib yurgan paytimizda avvalo haligi bir qishlog'imizda eski bir otxona bo'lardi. Shu yerga hind kinolari kelardi. Birinchi hind tiliga ishg'oz olganman. Keyin maktab kirgandan keyin rus tiliga o'sha Pushkinni asarlarini ham rus tilida o'qib, ruscha gazitlarni maqaldan keyin 5-sinfda keyin nemis tilida o'qitish boshlandi. Shu nemis tiliga, almon tiliga alohida muhabbat bo'ldi. Bu ham Allohning bir nimasi, inomi, ne'mati. Qolaversa ustozimiz sohibni jamoli Xudo rahmat qildi. Sayyi harakatlar natijasi deyman. Undan keyin qolaversa haligi urush kanallar kelar edi. Bir kun haligi Matonatli kishilar degan film kelgan. Shunda bilsangiz, razvedkachi haqida bu Nikolay Ivanovič Kuznetsov, Oberleutnant Paul Zibert deydi nemischasiga. Shu odamni o'sha dushman orqasida ichida yurib qilgan shu ishlari shuna yosh bolaman endi o'shanda 5-sinf 12 yosh bolaman. Shunaqa ta'sirlanganman filmda. Demak, tilni shuncha chuqur bilsangiz, vataningizga shuncha yaxshi xizmat qila olish mumkin ekan degan bir fikr aks sado berganda va shundan keyin olmon tiliga juda qattiq bog'lanib qoldim. O'qituvchimiz menga nemischa gazetalar, kitoblar olib berardi. Xullas, men maktabda o'qib yurganda institutda o'qitiladigan 5 yil o'qitiladigan darslikni men o'zim maktab partasida o'qib bo'lganman. Keyin 72-yil 10-sinf bitirgandan keyin ustozimiz olib keldi. Abdulla degan o'rtog'im bilan ikkovimiz birga dars saylaymiz. Keyin endi 3 ta imtihondan o'tdik. Keyin 3-chi endi oxirgisi hal qiluvchisi olmon tilidan endi haligi nima deydi? Erkin suhbat, bir mavzu bo'yicha erkin suhbat qilib berishingiz kerak. Endi ikkovimizda ham otamiz qushni ham dadalari kelgan, Xudo rahmat o'tib ketdi hammasi. Nima bo'lar ekan bugun oxirgi imtihon deb ko'chada o'tirishibdi. Keyin orqama ketdim, imtihon kirib ketdik. Junayeva degan opa bizga keyin dars berdi. Shu kishi kirdik, bilet tortdim. Tortib shunday, ustoz men tayyorman debman-da. Endi qaysi temaligi hozir yodimda yo'q. Keyin o'ziga o'zi gapirdilar ustoz. Dedi, tavba, qishloqdan ham bolalar chiqadimi dedi. Qarang, endi qaysi mavzu tushgan bo'lsa. O'zbekiston bizning yurtimiz yoki bizning qishloq yoki bizning maktab, hokazo. Shuni nemis tilida erkin gapirib berishingiz kerak. Shu oxirgi haligi mutaxassis nemis tilidan bo'ladigan asosiy imtihon endi. Shundan o'tsak o'tamiz. Keyin bunday qarasam, Abdulla o'rtog'im orqamda mo'ltirab o'tiribdi. Nima qilish bilmasdan. Ustoz tayyorlanay dedim. Tayyorlaning dedi. Keyin Abdullajonni o'rtog'im temasini sekin oldimda bildirmay qog'ozga temasini yozib berdim nemischada. Keyin sekin uzatib yubordim, shimoq. Ustoz, gapiring.
Atamat tat chiqib ketdim. O'rtag'im qani? O'rtag'im hozir chiqib qoladi. Ishonsangiz menga 5 chiqdi, o'rtaga 2 chiqdi. Demak, shu tayyor narsani o'qib berilmagan. Shuni tatalab bergan ham 3 olish mumkin edi. Xullas, shundan keyin o'rtag'im hujjat olib ketdi, men o'qishga kirdim. Uje mana bugun birinchi kurs, birinchi o'qish kuni, ikkinchi o'qish kuni, uchinchi kuni bitta o'rtag'im bilan Olimjon degan quvalik. Bilsangiz, Golubiy Kupola, Moviy gumbazlar degan choyxona bor o'sha yerda. Shu yerda kioska bor edi. Kioska shunday ediki, Berlinda chiqqan gazeta, Moskvada chiqqan nemis gazeta o'sha kuni yetib kelardi soat 9 ga. Qarang. Men endi o'sha yerdan gazeta sotib olib, odatim bor, shu o'qib yuraman. Keyin o'rtag'im aylanib o'sha gazetani o'qib o'tirsam, 3 ta qaradim, nemislar tanidim darrov. Nemislar keldi oldimizga. 3-chi o'qish kuni endi. Birinchi kurs, 3-chi o'qish kuni. Dezingiz Deutsch dedi, nemischa o'qiyapsizmi? Ya dedim. Ha. Qayerdan bilasiz? Men shu talabaman. Deb ishonsangiz, bu maqtanish emas. Nemislar bilan erkin gaplashdim. Birinchi kurs, 3-chi o'qish kuni. Odamlar 5 yil o'qib bitta gap tuzalmaydi ham, tarjima ham qila olmayotganlar bor. Bunga misollarim bor, misol kerak bo'lsa. Keyin shu mana 5 yil o'qidik. Bitiryapmiz. Uning ichida endi men faqat bu o'qishman kifoyalanmadim. Haligini ichida bor, bu kitobning ichida ham bor. Shu git переводчик, git tarjima olib bitirdim. Arab tiliga kelib pul to'lab o'qidim. Mushtum jurnaliga qatnashdim. Keyin haligi Ishchilik Qamoqbola universitetini bitirdim, Toshkent xalq huzurida. Shu bilan keyin 77-yil keldi. May oy arafasi domlamiz Diyamatdan kiradigan Sulton Xolnazar degan hozir ham hayot bu kishi. Shu koridorda uchrab qoldiki, Mirzali meni putirasan nima qilmoqsan? Endi qishloqqa boramiz domlasam, sen qiziqmisan, qishloqda nima qilasan? Men senga ish topib qo'ydim dedi. Qarang, ana ustozlar, ana. Senga tarjimali topib qo'ydim. Oyliging 170 so'm. 17 ta qiz 10 so'mlik, juda katta pul. Professor ham ola olmaydi pulni. Sen qishloqqa borma, men senga ilmiy ish yordam beraman dedi. Tarjimonlik qilasan dedi. Kim? Men domlaga bir so'm bermagan, bir pay choy ichmaganman. Demak, bilim bor odamni bilar ekan domla. Boshqa fandan dars bersa ham bilar ekan. Diyamatdan, dialektik materialdan dars beradi. Keyin biz bolamizda endi bu haligimiz soddamiz, otamdan so'rab kelay debman. Bo'pti, otangdan so'rab kel. Voy bayram ketdik. Ota shunaqa eshitsam, yo o'g'lim, biz qarib qoldik, nima qilasiz shaharda? Kelavering qishloqqa. Uzoqning bug'doyida yaqin somoni yaxshi dedi. Xo'p dedim. Biz shunday tarbiya topganmi, otani betiga qaralmasdik. Xo'p, ota gapi qonun. Kelsam domlaga, afsus, sendan bitta baxt qush uchib ketdi. Qishloqqa ketdim keyin. Diplomni olib. Ish yo'q. Na ingliz tilidan, na nemis tilidan ish yo'q. Vajatilik qilman. Bud готов, всегда готов. Qizil gaz taqo. Lekin ijod ketyapti. O'sha tushunligimda Moskvada nemis tilida maqolalar, Noisleben, Yangi hayot degan Sovet nemislarning markaziy gazetasi bor edi. Pravda nashrida. Unda maqolalarim chiqardi. Keyin Selnogradda Frontiya do'stlik degan nemischa gazeta chiqardi. Unda maqolalarim chiqardi, tarjimalarim chiqardi. Tushunligimda xabarlar yozardim, uncha-muncha tarjimalar qilardim o'zbekchadan. Shunaqa qilib keyin yo ijod ketyapti, o'sha qildi. Keyin voyinkom keyin chaqirib, sen darsingni o'qigan armiyaga olaman dedi. Meni Germaniya jo'nating desam, yo seni yoqqa xudo urgan yerga jo'nataveraman dedi. Keyin xudo urgan yerga borib xizmat qilib keldim. 1,5 yil. Ana u Zabaykali degan joy bor. Shu yerda xizmat qilib ofitser bo'lib keldim. Yana keyin vajati ketyapti, yana ijod ketyapti. Rang gazetasi chaqirib qoldi. Rang gazetasidan Komsomolga o'tdim. Komsomoldan keyin hokimiyat bo'lib qoldi. Furqat rayoni, yangi rayon. O'zbekiston rayonini Beshartni olib rayon qilishgan. Mustaqillik arafasida 91-yil. Keyin hokim yo'q qolib ketdi. U yerda keyin bilim jamiyati raisi, ideologiya o'rinbosarini, referenti. Endi xabaringiz bilasiz, ma'lumki 93-yil nimada Toshkentda Germaniya elchixonasi ochilgan. Men o'sha yerda elchixonaga nemischada xat yozib bordim. Shunaqa desam, keyin menga ular butun firma kompaniya telefonlarini xat qilib jo'natishdi-da. Keyin men endi o'zim haligi muloqot qilib turish uchun shu hokimiyatga kirib 8 terib telefon qilaman. Elchixonaga tushaman, Mercedes-Benzga tushaman yoki boshqa nemis nimasiga, ashuna nemischa gaplashib, hali общение muloqot tilni unutmaslik uchun bu yerda endi lug'atlarni ishlayman, tarjima qilaman, ishdan kelsam kelaman.
Xullas keyin bir kun bitta akaxonimiz bor, Xudo rahmatsin o'tib ketdi. Beshar OBX'ning boshlig'i edi. Bu yoqda zam hokim borgan. G'afurjon aka degan. Juda bo'y odamni farzandi, lekin o'zini qayta kamtar. Mirzal dedi, meni xonam kirib bemalol qilavering dedi, 8 ter. Shunaqa yurdim o'zimdan xursand. 5 yil ishladim hokimiyatda. Keyin bir kun aytdiki, Mirzali xonaga kiring gap bor. Xo'p aka, nima gapsiz? Nimaga yursiz bu yerdan? Ishlayapman, bo'lajaq bo'lyapman. Keting bu yerdan. Ya, tinchlikmi? Siz do'stmisiz, dushmanmisiz? Do'st uchun aytyapman dedi. Bu yerda yuraverasizmi, chang bosib, hokim so'kishni eshitdi. Siz jengiz toshganda, nemislarni ishlashingiz kerak, tilni bilsangiz dedi. Shundan keyin ishonsangiz hammani bir mehmon qildimda, 5 yil ichida. Hokim kelmadi, xolos hammasi keldi. Hokimga arizani yozib, o'z arizam bilan meni ishdan bo'shatishingizni so'rayman. Shuni berdim, shundan javob yo'q dedi. Xo'p, o'rtog'im kotibiyatni boshliq Sodiqjon bilan xizmat qilamiz. U ham o'tib ketdi. Operatsiyadan chiqmadi, buyragidan. G'afurjon aka oshqozonni bo'yli kechaga chiqmaydi, sog'lig'i yo'q. Men Xudoga shukr, Abdullajon, o'sha kuni ham maqtanish emas, o'shanda ham kunora oshardim. Hozir ham kunora oshayman, oshqozon yaxshi. Faqat ikkala oyog'im og'riydi. Zo'rg'a chiqib keldim hozir. Bernashov o'tgan ekan. Kimki soppa sog'lanmasin, tomi ketgan bo'ladi. Dunyoda sog' odam yo'q, hammada bir bor. Keyin keldim Toshkentga. Yotadigan joy yo'q. Jo'tatda katta pul yo'q. Uyga ham bug'doyda olib berganman, ochingdan maqomanlar deb. Keldim. Keyin bir otamizni bir og'aynilari bor edi, studentligimda olib bordi. Shu odam qora tortib bordim, o'rgash bor degan. Keyin u kishi keyin bo'ldi dedi, orqaga qaytmas joyda yordam beraman dedi. Shu yerda yotib yurdim, nemislarni izladim, boshqa qildim. Xullas keyin bir kun Ikrom O'tmasarov jurnalist bor, darmasi o'tib ketdi, o'zimizdan u kishi. O'sha o'zimiz rayondan. Tez yetib keling dedi, falan gazetada ish bor ekan. Ishonch gazetasi. Bordim, Ishonch gazetasi ish bor ekan qayerda. Ishga kirdim. Bu 96-yil bo'ladigan gap bor. Mana 30 yil bo'ldi bu yil kelganimga. Keyin shu bilan onamgacha olib keldim. O'zim ijarada turaman. Onamgacha olib bolachaqada olib kelib, keyin Abdulhamid Pardayev degan shoir bor, bilsangiz, vokalik. U ham o'sha yerda ishlar edi. Aka, siz nemischa bilar ekansiz, bu yerda nemis radiosi bor dedi. Iya dedi. Keyin telefonni berdi, radioning 5-qavat Innovation, xorijiy mamlakatlarga eshitishlar boshqarmasi. Boshlig'i Sherzod Hamid G'ulomov, Hamid G'ulomning o'g'li. Propiska tushdi, kirdim. Keyin Gulnora degan o'rinbosari bor. Gulnora akam bilimini bir ko'ringchi dedi. Bir tekst berdi. Nemis tilida. O'qing dedi. Sharhlat o'qib tashladi. Tarjima qiling dedi. Joyida tarjima qilib tashladi. Iya dedi, aka, bilim zo'r dedi. Men sizni nemis bo'lim boshliq bo'laman dedi. Iya dedim, boshliq yo'qmisan? Boshliq bor, ish bermayapti. Menga nima qilmay, men pastda ishlayveraman, birga ozor beraman. Ish bermayapti, nima qilaydi? Keyin shu bilan 25-mart kuni kelgan bo'lsam, iyunda gazetaga kirdim. 1-avgustdan nemis bo'limining boshlig'i. Bo'lim mudiri, bosh tarjimon. Qo'limda 10 ta xodim bor. Shunda 10 yil ishladim, ishonsangiz. 2006-yil bahorigacha, 10 yildan keyin slujba yopildi. Endi buning ichida men baliq suvda qanday yashagan bo'lsa, shunday yashadim. Kuniga nemislar muloqot, Germaniyaga chiqmay ko'p ketdik. Har kun nemislar chaqirib, 1 soat ish beraman nemis tilida. Xatlar keladi nemislardan. Muzikalarni qo'yamiz. Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev izoh beriladi. Shular shu haqda bo'lyapti. Falon-piston. Keyin adabiyot karvonimiz bor. O'zbek yosh shoirlar asarini tarjima qilib beramiz. Yo'ldosh Pardayev degan biz birga o'qiganmiz, zo'r tarjimon, hamkorlik qiladi, o'sha qiladi. Endi bitta orzu Germaniyaga borish. O'zi o'qigan paytimizda almashuv bo'lar edi. Shu bizga kelganda shu narsa bo'lmay qoldi-da. Lekin meni qo'limda ostida ishlaydiganlar borib kelyapti yoshlar. Menga javob yo'q. Bora olmayapman. Bitta haligi kamplik shu. Endi 97-yilda xabaringiz bor, Jahon adabiyoti ochildi. Ustoz Xudo rahmat Ozod Sharabiddin bosh muharrir. Goetedan hikmatlarida ozgina tarjimam chiqdi. Keyin chaqirdilar. Mirzal dedi, mana bu ro'yxat dedi. 10 ta nemis yozuvchisini ichida hammasi deyarli Nobel hammasi. Shuni topingdan dedi, o'qib chiqib o'zingizga yoqqanimizga tarjima bering.
Keyin men Goethe ochilgan 97-yil borib hamma asar topdim. Topilmagan Germaniyaga yozib olib keltirdim. Kunduzi bilan ishdaman. Menga otpuska yo'q. Dam olish yo'q. Bayramlarda yo'q. Har kuni ishdaman. 8 da kelaman, kechasi 8 da ketaman. O'zbekcha tekst keladi. Uncha qo'ldan kelgan bolalar tarjima qilsa, ustidan ko'rib beraman, o'zim ham tarjima qilaman. Oylik yaxshi, Xudoga shukr. Uncha nemislar keladi, tarjimalik qilaman. 3 yilda dom oldim keyin. 3 yil deganda dom oldim 99-yil. O'sha Gumba yonidan bir xona dom olib, o'sha yerga ko'chdik Xudoga shukr, ijaradan quturdik. Endi bitta kamtik shu haligi ijod bo'lyapti. Keyin cho'l bo'risi ma'qul bo'lib qoldi menga. Mana shu Herman Hesseni eng zo'r asari. Mana shu yozuvchini bu Nobel mukofoti Cho'l bo'risi degan romani bor buni. Bundan eng yana zo'r romani bor haligi. Igra bisir. Nimalar o'yini. Nemischasi Glasperdenspiel deydi. Marjonlar o'yini. Marjonlar o'yini. Bu eng katta juda uzoq ishlagan bu asar ustida, undan keyin bu cho'l bo'risi turadi. Keyin shu ma'qul bo'ldi, o'qib chiqdim. Shu ma'qul dedim, bo'ldi, bunimiz boshlandi dedi. Ishdan kelaman, endi ovqat yeb, kechasi bilan tarjima. Qarang. Ishqibozlik. O'sha asar bo'yicha bitta lug'at qilganman, katta lug'at. Turibdi hozir. Keyin peshma-pesh bizga tarjimani olib berib turasiz degan ustoz. Peshma-pesh o'zim unda kompyuter bilmayman. Mashinka bor, nimada, radioda pechat qilaman, olib borib beraman. 2 yil ishladim o'sha asar ustida. 2 yil, rosa 2 yil. 2000 dan boshlab 2002 tugatdim. 2002-yilda Jahon Adabiy jurnalini noyabr-dekabr sonlarida roman bosilib chiqdi. Elchixonaga olib borib berdik. Elchixonada Raban Richter degan kultur attashi, madaniyat bo'yicha attashi so'z boshi yozib bergan. O'rganib chiqib endi. Qanday o'rgangan tarjimani o'zlari biladi. Keyin ma'qullab, uni men keyin nemischa, o'zbekcha tarjima qilib, o'sha kitob tezda chiqqan. Keyin Germaniyaga ketdi kitob. Keyin nemislar meni Herman Hess jamiyati a'zo qildi. 2003-yildan shunga a'zoman jamiyatga. Shundan keyin endi hamma yo'q yaxshi, Xudoga shukr, vatanda bo'ldi, boshqa ishlar. Lekin Germaniyaga borolganim yo'q. Va lekin cho'l bo'risini qahramoni Harri 47 yoshda, men ham o'sha 47 yoshda tarjima qildim. Qarang. Haligi. Совпадение deydi haligi. To'g'ri kelish. Tasodif yo'qdir dunyoda, tavofiq bor deydi. Tavofiq deydi o'zbekchasi. Nemischa Zusammenfall deydi. Shundan keyin bora olmayapman Germaniyaga. Meni jo'natishmaydi. Bolalar borib kelyapti qo'limdan. Keyin haligi kitobni keyin aytdim, shashmadim, shu bolalardan berib yuboray dedimda. Yevropa tarjimali kollegiyasiga juda katta tashrot bor. Gollandiyaga 10 kilometr qoladi. Shuni adresini topib, elchixonadan olib, kitobdan solib, adres yozib, shuni dedim, borgan tashvani baraka topinglar dedim. Keyin borib tashlab yuborib ekan. Shu ishonsangiz bir haftadan xat keldi-da. Yevropa tarjimalar kollegiyasi moliyaviy direktor Frau Karenz-Hayden xonimdan. Janob Akbarov, shuncha ish qilibsiz, bizga nimaga bildirmadingiz? Biz sizni taklif qilishga rozimiz deb xat ketdi. Xursand bo'ldim. Endi unda radio yopildi. 150 odam ishsiz qoldik. Keyin o'zim ozgina o'sha yerda o'zim o'qigan joyda dars berib nomiga. Men dars berishni uncha yoqtirmayman. 25 nima haligi? Nima deydi? 05, 025 qilib. Keyin Guliston jurnalida ham ishlayapman. Birgalikda. Keyin taklifnoma keldi, qarang. Menga taklifnoma keldi. Germaniyaga, qarang. Keyin siz bilan birga ishlaymiz, bu kishi bilan. Endi uyda kovlasam $100 pulim bor ekan. Endi uy olganman. Ruxsat yo'q. Keyin yo'l kiramni nima qilsam $660 ekan. Tuda обратно. Keyin sizdan so'rab o'rtoq do'stim, puldan berib turing, borib kelay. Bog'dan so'rayman, borib kelay. Bog'dan so'rayman, borib kelay. Xo'p, hamma, lekin bir tiyin chiqmaydi. Men aytdim, o'zingda yo'q, olamda yo'q ekan-ku dedim. Mana uni ishlatmaysam, qovoq dedim o'zimga o'zim. Uni nimaga bergan Xudo dedim. O'zimga o'zim buyurib o'tir dedim. Bir varaq qog'oz ol, yoz. Sehr geehrte Damen und Herren, muhtaram xonim va janoblar.
taklif uchun katta rahmat. Boshim osmonga. Yettinchi osmonda yuribman. Ich bin am 7. Himmel deyman. 7. osmonda yuribman. Aber es gibt ein kleines Problem. Kichkina muammo bor. Und zwar chunonchi Reisekosten yo'l xarajatlari. Agar yo'l xarajatlari yordam bersangiz, boshim osmonga yetardi. Mabodo bermasam xafa bo'lmayman. Salom bilan falonchi. Elektron pochtam bor. Pochtam ham cho'l bo'risi. Mirzo Steppenwolf @yahoo.de. Bu ham cho'l bo'risi. Bir hafta ishonsa kelmadi. Unda endi haligi kompyuterim yo'q. Ko'chaga kiraman, internet kafega kiraman. Keyin bir haftadan keyin shu bir og'aynim gazetada ishlar kirdim. Ko'rib olaylik o'rtoq dedim. Ko'rib olavering. Shunday qarasam, xat kelibdi-da. Janob Barib, vielen Dank für Ihre Anfrage. So'roving uchun katta rahmat. Wir haben Sie gut verstanden, biz sizni tushundik. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Endi siz bundoq qiling. Xatni olgan zahoti to'g'ri Goethe instituti buxgalteriyasiga uchrashing. Biz siz aytgan mablag'ni siz nomingizga jo'natib yubordik. Bordim, ishonib-ishonmay. Yo'q dedim. Men tanimasam u. Gazdan, svetdan, elektrdan sprokop olmagan bo'lsa, o'lib ketgan odam haqida ma'lumot bo'lmasa, xo'jayindan bir tarisa so'ramagan bo'lsa, qanaqa shuncha pul jo'natib oladi? Bordim Goethe institutiga. Ayol kishi o'zbek buxgalter edi. Siz nomingizga pul kelgan dedi. Yevro kelgan, dollar qilib beramiz dedi. Ishonsangiz $66, $660 qurtdek qilib yap-yangi kupyuralar qirsillaydi. Ishonmayman ko'zimga. Mana dedi, qo'l qo'yib qo'ying dedi. Ko'chaga chiqdim, qanday chiqdim bilmayman. Ishonmayapman. O'ngimmi tushimmi bu? Buni men sizga bergan kitobda yozganman, hammasi bor bu gaplar endi hali. Chalpak yoqqan kun degan salohi bor. Shu bilan shart bordim, biletni oldim. Tajribasizlik qilib yakshanbaga olib qo'yibman. Nemislar yakshanbaga dam oladi, bizga o'xshagan emaslar. Как положено dam oladi. Endi yakshanba olib qo'ysiz, mayli, endi bundoq qiling dedi. Siz 3 bilan 4 o'rtasida yetib ketish harakat qiling, men o'zim kutib olaman deb. Qarang, milliarder xonim. Xudo degan ekanman. Toshkentdan Moskvaga uchdim. Moskvadan Düsseldorf. Düsseldorf bu yoqqa poyezdda ketyapman endi. Geldirim degan oстановкада tushishim kerak bekatda. Kichkinagina oстановкаga. Yo'q, poyezd ketadi. Shuni chamadonda olib, shu aytgandek 3 bilan 4 o'rtasida yetib boribman endi. Xudoni qarang. Emas. Shuni tushunmadan keyin sense akbar qop dedi. Siz janob akbarmisiz dedi. Yavol dedim. Xuddi shunday dedi. Bering chamadonni dedi. Chiroyli xonim kelishgan. Qo'limdan chamadon. Qamizim yetdi dedi, yuring dedi. Naryoqda endi yangi kabriolet yaltirab turibdi-da. Chamadonni bering deb bagaj qo'yib o'tiring yonimga ketdik. U yoq 10 kilometr ekan. Yakshanba kuni. Endi bugun damda olavering, ertaga gaplashamiz dedi. Ikkinchi etajga chiqdim, 12-xona. Mana kalit dedi. Men aytdim, "Bitta insholingiz. Ein moment bitta dedi. Kechirasiz 1 minutga." Nima gap dedi. Sizga arzimas sovg'am bor dedim. Endi bu yerdan qarshi qo'la qilib atlas olganman. Bir kiyim atlas. Ayol kishi-da endi qiziz. Qurib borib bo'lmaydi-ku. Haligini berdim, haligi ayol kishi shunaqa xursand bo'lib ketdi endi. O'yinga tushib oldi-da. Ayol kishi-da endi. Ayol kishilar lataga ish qoziladi, bilasiz. Komizim yetdi, yurmayman endi. Pastga tushsak, oshxonasi bor ekan. Xonim keyin menga bir chashka kofe damlab berdi. O'zicha juda katta mehmon do'stlik bildirdi-da, qildi-da endi. Endi milliarder xotin endi chashka kofe. Shu birinchi borishim shunaqa bo'lgan. Shundan keyin Abdullajon ishonsangiz, har yili o'sha yili o'sha Shvetsariyaga borib keldim. Keyingi yili 3 ta davlatga borib keldim. To 21-yilgacha har yili Avstriya, Germaniya, Shvetsariya, Gollandiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya, Latviya asiga borib keldim. Xudoga shukr. Ijodiy safar bilan. Men anaqa savdogarchilik, podagarchilik narsa. Kitob olib boraman, kitob olib kelaman, kitob olib boraman. Xudoga shukr, mana shunaqa qilib, shuni endi mana borib kelganlarni kitob qildim, u kitob bo'ldi, berdik sizlarga. Endi bunga kelishimiz, endi Hessi menga shunday, hali Hessiga shuni kirib ketganmanki, keyin bu kishining hayotini o'rganishga kirishdim. Menda deyarli Hessining hamma asari originalda bor, nemis tilida. Chunki Germaniyaga jo'natishdi, boshqa qildi. Endi men 10 ga yaqin manbani o'rganib chiqib, xatlari,
asarlari, yozishmalari, fikrlar, boshqalarning u kishi haqida fikrlarini o'rganib chiqib, Hesseni ko'pchilikka, o'quvchilarga men Hesseni asarlari mana Cho'l bo'risini qildim, Kurortdagi kishini qildim, Nyurnbergga sayohat qildim, she'rlarni qildim, hikoyalarni qilganman. 5-10 ta hikoyalari nimada bosilib chiqqan hamma joyda. Shunchalik ana qildik. Endi bu kishini o'sha o'quvchilarga bu kitobda yozishdan asos maqsad endi keldik. Shu Hesseni umuman shu o'quvchilarga ma'lum bo'lmagan qirralarini ochib berish asosiy maqsad berdi. Endi bu yozuvchi o'zi ayollar obraziga uncha murojaat qilmagan. Lekin bu kishini juda ko'p ayollar yaxshi ko'rgan. Juda haligi bo'lgan. Shunaqa nima bo'lganki, o'zlari kelib, tanishib, boshqa qilib nima qilgan. Bu kishi o'zi ayollarni uncha yoqtirmagan, lekin hayotida 3 marta uylangan. Endi savol tug'iladi, bu ayolni yoqtirmasa qanday qilib bu kishi 3 marta uylandi ayol kishiga? Qanday qilib bu ayollar o'zini urdimi bunga? Haligi parvona o'zini urganda yoki nima bo'ldi? Qanday bo'ldi? Lekin bu odam juda iqtidorli bo'lganman, nihoyatda injiq. O'zi ko'proq kasalman bo'lgan. Keyin haligi o'z joniga qasd qilishga 3 marta uringan bo'ldi. Bir marta seminarda o'qiydiganda o'zini suvga tashlagan, qutqarib olishgan. Ikkinchi o'zini pistoletni otgan. Pistolet yaxshi otilmay qolgan, o'lmagan. Uchinchi safar haligi ikkinchi xotini, uni hozir gapirib beraman, Rut Wenger degan. Bundan tanishgandan keyin gastinsada yotganda shu jondan to'ygandan haligi Veronal degan uyqu dori bor. Shuni selek pachkasini ichib oladi. Ichib o'zi haligi bo'lib, o'zini yo'qotib, gastinsani derazalarini sindirib, shudan ketib yotib qoladi. Men gastinsani haligi qorovul yugurib kelib, "Olamachi xonim, tez yetib keling." deydi, kelsa, shudan ketgan. Kelsa yotibdi. Hamma yoq dori chachilyapti. Derazalar ham yo'q singan. Darrov doktorga borib oshqozonni yuvdim, hayotni saloq qildi. "Herman, nimaga bunday qilding?" desa, "O'lishni istayman" dedi. Shunaqa bir haligi lekin mana o'laman deb eng o'rtoqlari o'lib ketgan. Bu kishi 85 yoshida vafot etdi. 9-avgust kuni u kishini vafot etgan kuni. 2-iyulda tug'ilgan. 1877-yilda tug'ilgan, 1962-yil 9-avgustda o'lgan. Shvetsariya. Endi haligi birinchi ayolga kelsak, Mariya Bernoulli sal haligi nima deydi, ruhiy xastaroq ayol bo'ladi. Undan 3 ta o'g'il ko'radi. Bruno, Heiner, Martin. Endi bu odam juda haligi sayohatga nimaga ish qo'zg'atdi. Bolalar ham ko'zga ko'rinmay, dam Italiyaga, dam Hindistonga ketib boraveradi. Oxiri shu xotinda o'ziga qolib ketadi butun bola tarbiyasi boshqa. Bu odam endi haligi ijodga berilgan. Uncha bolalarga ham bo'lmaydi-da, shunaqa qilib yuribki, oxiri ajrashadi bu bilan. Ikkinchi ayol Rut Wenger degan fabrikant qizi, xonanda bo'ladi. Buni she'rlarini o'qib, bunga ishqoz bo'lib qoladi. Hessi, sevib qoladi, g'oyibon oshiq. Shu odamga uchrashim kerak deydi. Keyin uyga taklif qiladi. Hessi Kembrikda o'rtoqlarmi kelsa, qiz chiqib ketgan bo'ladi. Xat yozib ketadi, "Uyda yo'q ekansiz, kelib ketdik" deydi. Keyin surishtirsa, o'sha Montanyolar, Shvetsariyada bilasiz 4 ta davlat tili, 4 ta territoriya bor. Eng ko'p gaplashadigan nemis tilida, 66% nemis tilida gaplashadi. 33% fransuz tilida. Lozanna taraflar. Nemis tili Syurix taraf. Italiya qismi Tessin degan joy bor, italyan tilida gaplashiladi. Keyin janubiy nimasi bor? Retorama, o'lik til, lotin tilida gaplashadi. 4 ta davlat tili bir-biriga teng, 4 bitta e'lon bersa 4 ta e'lonni yozib qo'yadi. Keyin bu Italiya qismiga ketadi, Tessin yashab yuradi. Qiz keyin borib tanishadi, boshqa qiladi. Xullas shu ikkovi shu haligi bir-birini ko'rishmasa o'ldim, kuydim qilaveradi-da, bir-birini ko'rsa sovuq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qiz endi yosh o'ynashni xohlaydi. Bu endi ancha yoshga kirib qolgan endi. Shu bilan haligi qandaydir o'rtada sovuq bo'lib, qiz aytadi, "Sen bu turishda dedi, sen bilan qiyin ekan" dedi. Ularda endi er xotin sensiraydi, bilasiz. Xullas bundan ajrashadi. Endi 3-chi muhabbati, so'nggi muhabbat deganimiz haligi Ninon Dolbin degan bu
Chernavitsa degan shahar. Da yosh qizcha gimnaziyada o'qirganda Hesse asarlarini ko'rib, bu ham g'oyibona oshiq bo'lib qoladi. Asarlarni o'qib xat yozadi Hessega. Asarlar haqida fikr bildiradi. Shunaqa fikr bildiradi, Hesse hayron qoladi. Deydi. Uncha adabiyotshnoslar zo'r gapiryapti bu deydi. Lekin unga xat yozmaydi, Hesse chunki adagi. Hesse shu yoshda endi ancha yoshga borib qolgan. 60 oshib ancha yoshga faqat birinchi o'ringa ijodni qo'yadi. Keyin u qiz Dolbin degan yeri bor. Yeri juda haligi zo'r jurnalist, karikaturist. Gazetalar bilan hamkorlik qiladi, o'ziga to'q, yevrey bo'ladi, yahudiy. Ya dedi, men Hesse oldiga borishim kerak dedi. O'zing bilasan dedi. Baribir qaytib kelasan dedi. Chunki Hessega sen kerak emassan dedi. Sen pishiraymi dedi. U yosh bir joyga borgan bo'lsa dedi. Ko'n to'q qoladi. Baribir men oldimga kelasan dedi. Keyin amako'cha qiz bo'ladi, mana Ninonda. Sen kallang bormi dedi. Bu Hesse nima qilasan buni? Bu haligi nima deydi? Qiziq gap bor. Anaqa qari mutassib deydi. Qari mutassib pishirsan, ering shunday zo'r ering bor deydi. Yoz tanishlari ko'p deydi. Buni oldin nima qilasan deydi. Men oldiga borishim kerak. Xullas boradi ekan bu ham. Borib tanishib nima qiladi, boshqa qiladi. Keyin keladi. Borma u yoqqa deydi. Yig'ishtir deydi haligi amako'cha qiz. Amako'chasi, xolavachasi. Yo'q, men deydi, borishim kerak deydi. Xullas boradi, tanishadi. Aytadiki, eridan keyin ajraydi. Dolbindan ajrab Hessendi nimada, Tessinda Hessini oldiga boradi. Borib keyin endi unga Hessega Bodmer degan bir medsin bilasiz, homiy. Medsinat, nemchasiga medsin deydi, medsinat, homiy. Juda katta bir endi 5 qavatli bir necha gektarga Hessega shunchalik alik bo'ladi-da, muxlis. Uy qurib berardi, qarang. Shunaqa odam bormi? Hozir yo'q. Keyin Hesseni yuragi, men buni uyda qanday bilaman, qiziqsiz deydi. Buni to'lovi bor. Yo'q. Masalan endi kommunal to'lovlari boshqa. Yo'q deydi. Siz bir tiyin to'lamaysiz, janob Hesse. Siz bemalol kirib yashayverasiz. Umringiz qancha bo'lsa shuncha yashayvering. Xijolat bo'lmang. Siz o'tib ketganda yana mulkim bo'lib qolaveradi deydi. Keyin buni haligi qiz endi ayol kishida voy deydi, xursand bo'lib ketadi. Ninon. Xursand bo'lib ketib, qo'shimcha xizmatkorlarni endi katta-da uyni yig'ishtirish kerak bo'lsa, olib xarajat ham ko'payib ketadi. Hesse aytadi, men qanaqa buni? Unda Gitler hokimiyat tepasiga kelgan misol. Uni Germaniyadagi pul gonorarlari bari bir tiyinga chaqaga aylangan. Chunki boshqa davlatga o'tkazish mumkin yo'q, yopgan shotlar. Ba'da endi kitob ozmas chiqarib yuribdi. Keyin aytadi, endi men qanaqa qildim deb, qanaqa nima qilaman? Xullas keyin Hesse qaramaydi ayolga. O'sha kitobda bor hammasi, o'qisangiz. Bunda ham bor. Hatto borib Berlinga borib o'sha bola ko'rmaslik uchun moyagini urug'donni oldirib keladi. Kestirib tashlaydi. Shu birinchi o'ringa ijod qo'yadi-da, qisqasi. Ijod. U qiz chiroyli bo'lgan, boshi yosh bo'lgan. O'zidan 20 necha yosh kichkina. Qaramagan. Uni pastdan bitta xona qilib beradi. Buni o'zi ijodxonasi tepada. Unaqa uyda haligi xizmatkori ham bor endi. Bitta italyanka ayol kampir. Biron gap bo'lsa, house brief deydi, uy xati. Xat yozib beradi. Ninon oldimga chiq, kitob o'qib berasan. Okey, tushlikda olib kel deydi. Xat bilan. Oldiga kiritmaydi u. Kitob o'qishga kelganda kiritadi, mana shunaqa qilib. Endi bu qiz endi haligi ayol kishi nima bo'lsa deydi, nikohni o'tib olishim kerak deydi. Shu keyin uni boshqa ish qiladiganlar ham bo'ladi, ayollar bir-birini ishqab. Xullas, nikohdan o'tadi keyin mana men Nobel mukofot sovrindori Hesseni ayolaman deb kuchayib bo'ladi. Keyin Hessening cho'l bo'risi chiqadi 50 yoshida. Ana undan keyin boshqa yubileylari
ular 60-yillarda keyin 2-iyulda o'sha necha kiradi o'shanda endi. 27-yillikka to'lgan bo'lsa, xullas, ishqilib to'lgan kunni o'tkazadi 62-yil. 2-iyul kuni juda chiroyli. Fransiyadan Fransuz tarjimonlar kelib suhbat qiladi, juda chiroyli boshqa. Shu keyin o'sha yili keyin 9-avgust kuni keyin miyaga qon quyilib, sakta deydi. Qon quyilib vafot etadi. Men Shvetsariyaga borganda, Shvetsariyada ham o'zi umuman Avstriya, Germaniya, Shvetsariyada 100 ga yaqin ijod uylari bor. 100 ga yaqin. Men deyarli hammasiga bordim desam bo'laveradi endi. Shvetsariyaga juda ko'p marta bordim. Keyin meni shu sezib qoldi o'sha yetliklar. Mariya degan, Petr degan bir xotin keldi. O'sha yerda bir tadbir bo'lib turibdi. Yerda ruscha gapirib qoldi menga keyin. Siz qayerdan bilasiz? Men tarjimonman. Lyutsernda turar ekan Shvetsariyada. Polyak, rus, ingliz, fransuz, italyan tillarini biladi. Eri psixoterapiya, doktor. Siz Hessenni muxlis ekansiz, Hessenni tarjima qiling. Ha, shunaqa. Borganmisiz? Yo'q, borganim yo'q dedim. Endi u yoqqa dedim. Bo'ldi, biz sizga borib kelamiz. Qarang. Ana. Biz palon kuni dedi. Kelamiz. Va'dasiga vafo qilib keldik. Ketyapmiz endi. Tunnellardan o'tib. Shvetsariyada eng dunyo bo'yicha eng uzun 50 kilometr tunnel bor. 50 kilometr. Tog'da mana teshga, tesh o'tib ketganda 50 kilometr. Tog' tepasida poyezd ketyapti, qarang. Bordik keyin. Hesseni o'sha nimasi bor u yerda. Jamiyati bor, boshqasi bor. Kutib oldi bizni. Hessen yashagan joylari, yozgan mashinkasi, kiygan shlyapalari, haligi ishlatgan o'roqlari, bog' ishlarga ham ish qozonganda u. Kiygan haligi shimlari, kitellari, kitoblari, yozishmalari, hammasi o'sha. Turibdi o'shalarni ko'rib, endi men uni ustoz deyman, ustozim deyman. Nemislarda eng yaxshi ko'rgan yozuvchi o'sha. Ham ustoz deyman, chunki o'shani tarjima qilish jarayonida men o'zim ham cho'l bo'risiga aylanib qoldim-da. Shunaqa kirib ketdim. Cho'l bo'risi bu birovning haqini yemaydi, haqini ham bermaydi. Yolg'on gapirmaydi, o'g'irlik qilmaydi, paxta qo'ymaydi, yaltaqlanmaydi. Keyin kitob yozadi, kitob o'qiydi. Mana shu ishi. Bunaqangi nimalarni tushunmaydi. Haligi odamlar shoshib, yelib, yugurib yuradi. Bular nimaga shoshibdi deydi. Tushunmaydi-da o'yini. Qanday meni yarmi bo'ri, yarmi odam. Achchiq chiqib ketsa bo'riga aylanadi, keyin odamga aylanadi masalan. Masalan bir adolatsizlik bo'lsa bo'riga aylanadi. Hozir men ham o'g'il men tashlatdi, mashinani qo'yib qo'ydi. Shu tushunman Termizgami domla deydi. Yo'q dedim. Yana so'rayapti-da, baqirib berdim keyin. Yo'q dedim, men akademiyaga keldim dedim. Baqirib berdim. Ya, Termiz, yo'q dedim, qarang. Ana shunday ba'zan bo'riga aylanaman men ham. Hali mo'q qolsa, keyin odamga aylanamiz. Mana shu singib ketar ekanda, bu qachonki yurakdan tarjima qilsangiz, bu soxtalik bilan bo'lmaydi u. Endi mana shu asarda yozishimga ham shu sabablar qandaydir darajada omil bo'lgan desam adashmayman. Shu ochilmagan qirralarni ochib berishga harakat qildimki, natijada shu asar haligi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana haligi olimimiz so'z boshi yozib berdi. Ikkinchi qismiga hali aforizmlarni qo'ldan kelgancha qo'shdik, juda chiroyli bo'ldi. Akademiya nashrdan, sizlardan, jamoangizdan xursandman, minnatdorman. Shunchalik ma'qul ko'rib chiqarib, akademiya nashr bilaman, nihoyatda jiddiy nashriyot uncha asar bu yerda o'tavermaydi. Oldindan tarjimalar berganman. Qandaydir ma'qul kelmagan. Shuning uchun lekin buni chiqaringlar, sizlarga katta rahmat. Muharribat sifatida sizga ham o'zim katta rahmat. Shunchalik yurakka chiqardingiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu asarni qilishimizga bo'lgan asosiy sabablar mana shulardan iborat deb o'ylayman. Savollar bo'lsa bemalol. Hesseni faqat men tarjima qilganman, lekin men qilgan asarlar hamma asliyatdan qilingan. Cho'l bo'risi, kurortdagi kishi qissasi, Nuremberg safarnomasi, she'rlari, cho'l bo'risi, keyin hikoyalari bor. 5-10 ta hikoyasini chiqarganman. Jahon adabiyotida chiqdi, kitoblarda chiqdi. Men faqat asliyatda, lekin endi ayrim tarjimalarimiz bor. Buni rus tilidan qilgan, qizimiz rus tilidan qildi. Siddharta degan asari bor. Siddharta. Bu nima? Ha?
Sidqat Gautama bilasiz. Budda haqida. Shuni bitta qizimni ruschadan qildi. Men qilishga bel bog'lab qo'ydim, keyin chiqqandan keyin to'tatdim endi. Nima kerak bor endi. Keyin ustozimiz Ozod Sharafiddinov Jahon adabiyoti kutubxonasi degan juda katta maqolasini rusdan qilib chiqarganlar u kishi. Juda katta maqola. Butun shu endi bu Hesseni bobosi Hindistonda missioner bo'lgan. Ona tomonidan bobosi, ota tomonidan bobosi bu nima Pribaltikada u kishi nosir poshir bo'lgan. Juda katta kutubxona qurganda mana shu bobosidan. Hessi yotib olib hammasini o'qib chiqqan. Shunaqaligi bo'lganda, nima deydi? Kitob jinnisi bo'lganda qisqasi. Boshqa sizlarni qilishim kerak. Ko'p odamlar aytadi, ana haligi beserda qiling deydi. Marjonlar o'yinini. Uni qilish kerak. Endi hozir zamonda Abdujon bir nima deydi? Bir haligi suvni ko'rib yetishmasangiz, bekarchi mehnat qiling zamon bo'lmadi endi. Uni bir masalan bir nashriyat boshqa qilib kelishib bo'ldi, biz chiqaramiz aka, odamlar deb ozgina bir nima qilsa bo'lib ketadi. Endi undaqaga hozir endi to'g'ri nashriyatlarga ham oson emas. Qiyin. O'zi nashriyat ushlab turish o'zi bo'lmaydi. Qog'oz qimmat boshqa. Keyin asarlar sotilishi muammolari bor. Bizda endi to'g'ri kitob o'qiydigan xalqimiz o'qiydiganlar bor. Endi masalan nonga pulim bo'lmasa men kitob olaman. Men shunaqa odamman misol. Kitob desa o'sha nimadan kelaman misol. Jahon adabiyotiga har yil yozilaman. Mana hozir ham tushib ketaman. Yangi sonni olib ketaman. O'zim ham qatnashib turaman. Hozir kimga narar beradi? Gazetalarda narar yo'q. Shaxsizda ham narar yo'q. Yoshida ham narar yo'q. Shuning uchun men faqat shu jahon adabiyoti bilan hamkorlik qilaman har holda endi. 3-4 tanga beradi endi. Pensiya bor. Asosiy nima shu endi. Endi to'g'ri men chet ellarga borganda to'g'ri nima deydi o'zi yo'lkira shuncha to'g'ri ular grant beradi, stipendiya. Lekin o'zi yo'lkirani o'zi hozir $1000 bo'lgan. Burada siz bir oyga borsangiz, ziyonga kirib ketasiz. Shuning uchun endi 2-3 oy, 4 oy, 5 oy turgan joyim ham bo'lgan. O'shanda ozgina haligi bir ish tursin. Unga ham endi kitob olamiz, qilamiz. Bitta kitob olib ketaman, mana o'zbek adabiyoti deyman, boshqa qilaman. Endi u yerda cho'l bo'risi taqdimoti bo'ldi deng, Abdujon. Myunxen yaqinida Villa Valbeta degan ijod uyi bor. 5 qavat 100 yil oldin qurilgan, bir Niderlandiya boy qurgan ekan. Keyin Myunxen hokimiyatiga topshirgan. 5 ta etajiga 5 ta mendaqon stipendiyatga bitta etajni berib qo'ygan. 20 ta xona bor. Ichida mehmonxona, oshxona, televizorxona, kompyuterxona, kutubxona, vanna, tualet, boshqa hamma nima ovqat qilib, u yerda bunday. Ko'pchilik bizda tushunmaydi, qana borasiz. Proyekt qilasiz. Raqobat juda kuchli. Bitta o'ringa 300 kishi masalan ariza tashlaydi. Dunyo bo'yicha-da. Endi 299-yilda borishim kerak men. Meni nimam to'g'ri kelib qolsa, ular birinchidan bagajga qaraydi, nima qilgansiz? Keyin asaringizda qanchalik muhimligi. Haligi azaga keyin dardni aytib yig'laydi deydi. Ular ham o'zini adabiyotini tarqatishga. Masalan, men Abdulla tarjima bo'lsam, men chaqirmaydi. Hatto Boburda nemischaga tarjima qildim hikmatlarni. Jo'natdim. E'tibor berishmadi. O'zini asarlarini, nemis asarlarini qilaman. Proyekt ma'qul bo'lsa chaqiradi, shuna borib kelganman. Masalan, ular haligi tanish bilish qilish yoki birovni tavsiyasi bilan unaqa narsa yo'q u yerda. Yoki qoshlari chiroyli ekan, yigitni bir kelib ketsin, o'ynab ketsin. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Komissiya bor, mustaqil. Bu prezidentga ham javob bermaydi. Prezident ham qarshi qilolmaydi. Komissiya mustaqil ko'rib chiqadi. Ma'qul bo'lsa, keyin menga taklifni jo'natadi, keyin men uni olib viza qilaman. Bilet olaman, ketaman. Prajivani ulardan, bitani o'zimdan. Men ovqat qilishni bilmayman. Menda qala hammasi kirib, oshxonasi bor, haligi aytgan. Ovqat o'zlari, men ko'chaga chiqaman. Endi juda haligi deyarli roza tutib kelamiz, iloji yo'q. Ikimiz abid qilsak 50 euro ketadi. Ikimiz abid qilsak 50 euro. 50 euro. Men endi harjatsam 5 euro harjat qilaman. Haligi doner kabob degan narsa bor, bilasiz, turklarda.
ichida endi sabzavoti ham bor, haligi nonni ham o'ragan nacharaga o'xshadi, o'ragan go'shti bor. Mol go'shtini tanlaymanda, keyin bir stakan napitka ichaman, shu 5-6 euro bo'ladi. Keyin kamiga do'konga kiraman, supermarketda. Olma-polma, meva, pivo olamanda, non olaman. Keyin g'amga borib, keyin kechga taraf haligi nonini chayda qo'yib, chay ichib olaman, keyin yotib turib olma yeb olaman. Bo'ldi men nima? Sherlar hayron, sen nima yeysan o'zi sen deydi. Sen oshxonaga kirmayman-da men. Ko'chaga chiqib ketaman. Sen o'zi nima yeysan, tirikchilik nima deydi. Hayron qoladi. Ular endi puli bor bolalar. O'zi chamodanni o'zim men kichkina chamodanni ozgina narsa olib ketaman, kerak narsa. Kitob bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ular endi ikkita chamodan xonasi kirsangiz stol ochadi. Haligi Ulug'bek rahmatli aytgandek, patinkani necha dollarga ham olibdi-yu, borib. Oxin anaqa avazog'ini aytib berdi-yu. Qancha dollarga ham deydi, nima to'plab kelibdi deydi. Ha, to'plisi bor deydi. Ha, zarilmasa chiroyli bo'y yurish sunnatda, avazaga debdi. Artist ham pul topasan, qilyapsan. Xalq bo'lmasa, artist. Xalq maqmasa qayerdan bo'lasan? Puli bor, qiladi, nima qiladi? Hamma ko'rpaga qarab oyoq uzatadi. Xudoga shukr, mana davlatdan qarz, men birovdan qarz, men birovga qarz ham bermayman, qarz ham olmayman. Nima bo'lsa o'z imkonimga qarab harakat qilaman. Haligi bir nimani aforizm bor, qarz berdingmi, do'stingni yo'qotasan, pulingni yo'qotasan. Hisob. Shekspir aytgan. O'shanday. Shunaqa yuribmiz. Xudoga shukr. Endi to'g'ri borganda haligi ekonom qilib, boshqa qilasiz, shunaqa qilib endi mana bolalarni uylarni joyladik. Men 3 o'g'il, menda 3 o'g'il, bir qiz. Katta o'g'lim o'shada o'zim qurgan Farg'onada, Cho'skada yashaydi. Ikkala o'g'ilni berdi. Uylab joylab maqammiz. Qizni uzatganmiz. Qizimni ikkinchi o'tiradi. Kuyovni harakati yo'q. Shunaqa endi. Hozir mana men do'morda men o'ynab yurganim yo'q. O'ynab yurganim yo'q. Bir minut meni vaqtim yo'q. Haligi tog'da ursa talqon qiladigan yigit derazadan qarab turaman-da. Yosh yigit. Qo'lda telefon. Qarang. Qo'lda telefon ku. Yosh yigit. Do'rmonda. Derazada birinchi etajda ko'rib turadi deraza. Yosh yigit. 17-18 ya boradi 20 ga borganda. Qo'lda telefon. Shpirgina olgan. Endi shpratda telefon qilgan. Aytaman, eskikkina yosh. Talqon qilgan paytda shuna yuribsan. O'qib, hunar o'rgan. Ichim achinadi, bu ko'chada turgan bolalarga ham yosh. O'sha bolalarni o'zi aybdor. Bu yerda jamiyat aybdor emas. O'sha o'zida harakat yo'q, sulukat yo'q. Kap o'sha yigit ko'cha chiqib yuribdi. Ko'z telefonda olma. Qarang, o telefon nima beradi bu telefon? Men buni axloq tuqsa deyman. Meniki endi haligi. Uni ichida har xil gap bor. Foydasi yo'q. Ko'z nuringizni oladi, vaqtingizni oladi. Endi u yerdagi haligi halollik kitobga yozganman, o'qib olasiz. Bir kun yerda endi xarajat qilaman da endi 5-10 euro xarajat qilaman. Olma, don olaman. Pulni to'lab chiqib ketyapman. Chiqib ketasan biroz sinib yursam, nemis Drezdenda bo'lgan voqea. Chaqiryapti. Sotuvchi. Bordim, nima gap desam, "Zdachingizni olmabsiz" deydi. Zdach qanchalik? 1 tiyin, 1 sent. Endi bunday qo'ygan bo'lsam, men endi qaramaganman men endi. Uyaldim men haligini olgani. 1 tiyin, 1 sent euro. Oling bizga kerak emas haqingiz. To'g'rilik. Ana to'g'rilik. O'shalarda olmoncha halollikni men ana ma'naviyat jurnalida ham chiqdi. Ma'naviy hayotda chiqdi. Kitobda ham bor. Bunaqa misollar bor. Lekin ularda 15 ta fazilatimi, 15 ta illatini ham yozganman. Illati ham bor. Beyparvardigar deydi. Ularda ham o'ziga yarasha narsa bor, kamchilik bor. Shunday muammolari bor, u yerda ham ishsizlik bor. Hamma joyda ish qilib, o'ziga yarasha bor, lekin ular shu
to'g'rilik, keyin vaqt qadriga yetadi. Birorta nemisni mana shunaqa qilib, mashinaga o'tirganini ko'rganim yo'qda, men shuncha yurib. Mana shuncha yil borib keldim. 7-yildan 21-yilgacha borib keldim. Keyin pandemiya bo'lib qoldi, urush bo'lib qoldi. Ariza beraman, отказ. Chunki mablag' yo'q. Mablag' urushga ketyapti. Ma'naviyat, ma'rifat oqsayapti. Dormonda men sizga bitta aytdim. Robert Muzilda haligi talaba Törlesning ruhiy iztiroblar degan roman bor. Ixcham roman 120-150 bet chiqibdi. Shuni tugatdim. Shunda o'tirib hozir tugatdim. Qo'lyozma qildim, men uyda kelganimda kompyuter teraman. Keyin jamoat adabiyatiga beraman, xudo xolasa. Sen nashriyotlarga beramiz degandek. Bekat turish yo'q menda. Qitir harakat. Shuning uchun yoshlar o'shaligi yurganini ko'rsam achchig'im chiqadiki, eskini umring ketyapti. Ko'cha shipirib yosh yigit. 17-18-20 ga kirganda. Uni bir hunar o'rgan, o'qi, kitob o'qi. Ko'chada ham turadi bolalar. Qotgan nomini suv ichadi. O'zi aybdor, jamiyat aybdor emas. O'zida harakat tomoni nima qilish kerak? Hammaga ishlov bera olmaydi-ku prezident. Harakat bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, imkoniyat yaratyapti. Qo'ldan kelganlar mana jahon chempioni bo'lyapti. Boshqa bo'lyapti. Kim harakat ish qilib mana fermer bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, narsa ishlab chiqaryapti. Tadbirkorlik qilyapti, endi nima qilsa ish qilib harakat qilyapti. Qanday bo'lyapti masalan. Misol endi mana meni qo'shnim bor o'sha yerda mana. Qo'shnim bor bir ayol kishi, xorazmlik. Shu haligi yemasi bor-da endi. Ana shunda nechta ham qandini ursin, nechta ham uyi bor, nechta ham mashinasi bor. Mendan million marta boy u. Men shuncha Yevropaga borib kelib, hozir o'g'liga ikkita birdim, o'zimiz kendimizmi ikki xona joyda o'tiramiz. Shu. Oshcha bir joyda birga to'g'ri o'g'illar mashina birganman, mashinasi bor, lovi bor. Lekin qo'sha narsa. Bir yubileyimga o'sha keldi shogirdlar. Kelib maqlab keyin ketib turib uni ham kitobga yozganman. Seni aytibdi. Men domlanim qasrda yashasa kerak deb o'yladim. Shuncha yildan beri borib keladi. Oddiy turar ekan debdi. Keyin shuni yozganman. Men poytaxtga dunyo qilaman deb emas, dunyoga chiqaman deb kelganman degan aforizmim bor. Shunday o'qiyasiz. Agar shu roman tugatdim. Hozircha qan tarjimam shu. Lekin uni orasida ancha kitobim o'qidim. Mana uni borib hozir kutib turibdi. Shu yerda katta yozuvchilar shaqay o'tib kelaman degan bu kitobdan olamiz deb becharalar. Buni endi aytib beraman-da, ko'chada endi o'tirganda gaplashasiz. Lekin men hali ko'p ezmalarni yoqtirmayman. Hatto ablajon shunday bo'ldimki, o'tgan yili ezmalar bundayda, oshxonaga kirasiz. Bu kaptarxona, bir ezma ketsa, bir ezma keladi. 4 kishi o'tirasiz. Oldingizga ovqat keladi. Ovqat kelishi bilan uni jag'ishga tushadi-da. Ham gapiraveradi, ham ovqat ham yuradi. Men endi uni gapini ma'qullashim kerak. Men ovqat yechib kerakmi? Ovqat xayriya ekan bilmayman. Shuni o'rniga baraka top, tinch o'tirib, delnam etgan. Когда я ем, глухо не ем degan. Ovqat kelganda karman soqovman degan delnam. Shuni ovqating deydi, ko'chachi gaplash, baraka topkur. Kim aytdi, men Dormonga borsam, oshxonada ovqatlanmayman, xonamda ovqatlanaman. Hozir endi xonamga olib kelib, qo'yib olib, konserni mani qilib, bemalol uydagidek bo'lib ovqatlanaman. Xohlaganimcha bir choynak choy ichaman. Bu yerda 4 kishiga choynak qo'yadi, tort. Qayerga ichdingiz, nima yedingiz bilmaysiz. Shuning uchun unaqa ezmalar, keyin Dormonga 3 xil toifa odam boradi deb yozganman, uni ham o'qib olasiz. Doimo tinch bo'laylik, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshi omon bo'lsin, nashriyotimiz ishlar oldinga yurib, shu dunyo O'zbekistonda peshqadamni qo'ldan bermay yuramiz. Sizlarga ham katta rahmat, ijodga baraka, rahmat.